Ona o'lgan kuni, ona ko'z yumgan kuni Alloh taolo yabna Adam, ey odam bolasi, sening tanu joningni sog' bo'lishiga sanab turing. Sening tanu joningni sog' bo'lishiga, umringni uzun bo'lishiga, tilaklaring amalga oshishiga, gunohlaringni kechirilishiga, oilangni tinch osoyishta bo'lishiga birdan bir sabab bo'lgan onang bugun hayotdan ko'z yumdi. Bundan keyin endi tanu joning oldingidek sog' bo'lavermaydi. Tilaging oldingidek ko'p amalga oshavermaydi. Oilangda oldingidek tinchlik bo'lavermaydi. Gunohlaring oldingidek kechirilavermaydi. Subhanalloh. Onalarning oddiygina qo'l qovushtirib, ajin tushgan yuzi bilan nevarasini yoki chevarasini erkalatib o'tirishning o'zi farzand uchun juda katta bir boylik. Shuni bilib qo'yinglar.